Üçparçalık hakkında kısa namlıq əsərdiki müşavirlar qatarı. Yani naq 24 nəfər müşavir. Azməməz, köpməməz 24 batırlar bilan təpmətən. Unda olsa, navada bir müşavirga bir batır səpilnib, bir ələmdə, bir qalamda. Muşundaq cüplündüğa şop qalsa, sizcə qaysı danışman bilan qaysı batır muşundaq cüplüşüb mansa, naydı gül-gülü gəlgəndək kiş olar. Ən bu 24 danışmanlar qatarımı aldın qıtımlıq 24 batırlarga asasən çoğ cəhətdən 4 çoğ türk bölündü. Yani birincisi Evliya Sübət acayip danışmanlar. İkincisi Dərijdən taşqiri danışmanlar. Üçüncüsü danışman müşavirlar. Dördüncüsü müşavirlar qatarı. Endi bu dördüncü səpki tizilişmi Üçparçalık haqqında qısa namlıq əsərdiki bundaq katta danışman aql parasatli kishilar o'ttirib chiqqan vaqtingizda 24 ning qatoriga kirishmi ajoyib katta ish. Men bo'lsam shu 25 ga kirib qolishim mumkin. Endi bu qattimliq bu danışmanlarni ayirishda mundaq 3 cho'ng o'lcham bor. Birincisi albatta bu kat müşavir bo'lgan keyin ajoyib aql parasatlik, jirohni ko'rar, lashkariy tadbirga boy katta danışman bo'lish kerak. İkinci bir sebep bu aql parasatini o'zining pasbani uchun, pasbanning büyük ishlar uchun sarf qilgani, shuning uchun to'kib qo'shqini, o'zining aqlini amaliyat ishlatgan bo'lish kerak. Masalan, o'zining ait aqlliq, pamparasatlik nomi bor, lekin hech qaysi pasbaniya birajangda ishlatib baxmaganlarni bu sabab tizimdiq. Endi mashayatga Lyubey kap 3 qatim ziyorat qilgan vaqtning o'zida Longjongdagi kapining atrofida shu yuzing taqsir boshchilik bir qancha danışmanlar chiqdi. Bularning hech qaysi bu sababga shuning uchun kiranmaydi. Ular Longjongdagi tog'da danışman bo'lgan bilan amaliyotda hech qaysi aqlni ishlatib baxmagan. Uchinchi birisi pasbaniga noit sodiq bo'lgan bo'lish kerak. Amsa aqlliq kensa, lekin pasbaniga sodiq bo'lmay, unda xums bo'lsa deymizmi? Unda olsa yenilanma odimiylik jihatdan sundurup numur tatimiz, şunun bilan keyniga tizildi demakchi. Sadoqatmanlik noit muhim o'rin qo'yamiz bunimi. Chunki bizning jamiyatimizda sadoqatmanlik sal töben o'ringa tushib qolganchu. Unda olsa birinchi turkumdagi Evliya Sübət danışmanlarning ichida birinchi o'rin turdigini Nanyanglik mening ustozim Jugo Kongming, Jugulyang müşavir tizildi. Nimishqa Jugulyang tizildi? Ba'zilar hozirlam ko'nglida boshqa müşavirlarni o'ylagan bo'lishi mumkin. Albatta, hozircha müşavirlar qatori saniga vaqtning o'zida ko'pchilik mayli Pinglinchuda, mayli Jiboda, mayli Sishinda nima deb so'rayapsizlar? Jugulyang yamanmi, Simay yamanmi? Jugulyang yamanmi, Joyu yamanmi? Navada Joyu ochiqish o'lmasa, Jugulyangni yangalamdi. Navada Pangtong o'lib ketmasa, Jugulyangni yaman bo'lamdi. Jugulyang yamanmi, Lusumu? Demak, bu yerga hammalar ko'ngilga danışmanni shu Jugulyang bilan solishtirdi. Nimishqa boshqa odam bilan solishtirib baxmaysizlar, nimishqa boshqa danışman bilan solishtirib baxmaysizlar. Ikkinchi bir nuqtadan ham demak asarning o'zi qarsaqmi, asarda danışmanlarmi Jugulyang bilan qoladi. Masalan, Joyu nait aniq shunami? Hayatli Jugulyangni yengishni o'ylaydi. Kin Lusumu shu. Endi bu yer Chujisumruq Pangtong men Jugulyangni kayniga tizildi degan bilan o'zining iste'dodining Jugulyangdan qilch kam emasligini isbotlayman deb, shuni olamash oldiranglik qilib mushish gap chiqdi. Masalan, oxirida Simayi uni deyishning taxima hojat yo'q. Bir umr Jugulyang bilan tip-tip o'tdi. Mana demak, bu asardagi danışmanlarning hammasimi Jugulyangni o'zining eng chong raqibi hisoblaydi. Demak, mayli asarda mayli amaliyot kishilarning nazarida olsun, navada shu bir danışman Jugulyangni yengalsa, bu eng katta danışman. Navada yengalmay qolsa, u boshqa. Demak, hamma odamning nazarida Jugulyang birinchi o'rinda turadi ekan. Butun asardagi danışmanlar ichidimi eng ko'p jangga qatnashgan, eng ko'p lashkariy tadbir tuzgan, pasbaniga eng ko'p to'hib yaratgan, eng ko'p lashkariy yurish qilgan, hem ikisi en sadık olan danışman faqatli Jugulyang. Her tarafdan tang tuluq yuqurni mirallaydığını üçün başqa danışmanlarning ma'lum jihatda ortiqchilik bo'lsa, majiyati kamchiligi bor. Biroq Jugulyang qat'iy undaq emas. Hamma jihati tang yetishgan. Onunsiga bu yerda Jugulyangning ishlatgan lashkariy tadbirlari, sapshaki qatorliqlarni ajoyib o'zlikchilikka ega. Başqalarniki qat'iy o'xshamaydi. Ham boshqalar do'ray debmi, do'rab baxmagan, ham do'rayamagan. Masalan, mana shu qo'limdagi Jugulyang Bingfa degan kitob qarasaqmi,
hammasi o'zgacha ajoyib bayon qilingan. Sunjining harbiy ishlar dasturidan keyin faqatla Jugulyanning harbiy ishlar dasturi bor. Uningdan boshqasini anglab baqdinglarmi? Yo'q. Mana bu amaliy isboti. Masalan, asarga qaraydigan bo'lsak-mu, kapidan chiqmay turib jonining 3 ga bo'linganligini o'tirib qo'yganligi. Bovangpo davonida Shahuyanning 10 tuman lashkarini o't bilan ko'ydirib atganligi. Shibida paxalliq kem bilan o'qshiqqanligi. Sumayi tuman ming lashkar bilan kelganda Kungchingji quruq shahar yilisi bilan buni chekindirganligi. Yeni Mingxuni 7 qatim tutib 7 qatim qo'yib berganligi. Mush ishlarning qaysi birisini yeni bir danishmanning o'z piti do'rab qayta qilib baqqanligini oldinglar. Shuning uchun bu 3 parchalik haqida qissa nomli asarda avliyolik darajasiga ko'tarilgan ikki shaxs bor. Uning birisi dal Juga Kongming. Shuning uchun bu yerda Jugulyan birinchi o'ringa tizildi. Ikkinchi o'ringa tizildigini bo'lsa, Saosaoning oliy mushaviri Goja Gofungshan. Endi Nurg'ullar bu yerda Gojani birinchi o'rin turdi deb sanaydi. Masalan, Goja busi Wulung buchu deydigan gap bor. Yijongti Alloh shu aytgan. Buninkini men yishpagan burunqi zopinda. Chunki asar o'yinchimi haqiqatan Gojaning o'lib ketishi bilan Jugulyanning o'ttirib chiqishi tangib qolgan-ku. Lekin bu ikkisi qat'iy ro'baro tutishib baxmagan. Endi butkul asar o'yincha bu yerdagi Gojaning oldin bilish, jiroqni tasavvur qilish, pal selishma oldin uqib qoldigan ishku ajoyib to'g'ri chiqqan. Masalan, Saosao Yuanshaolar urushib Guandu urushini qildigan vaqtning o'zida Saosaoning eng ansiraydigini Yuanshaoning qo'shinining ko'pligi emas, balki Jiangdongdagi Sun Cedan ansiraydi. Yeni men butun qo'shin bilan bu Yuanshaolarni tutishib qolsam, Navad Xefei tarafdan Sun Ce lashkari boshlab kirib qolsa, shu changni evaladi, men tugishma deb o'ylagan. Mushunda ansirgan vaqtimizda bu yerga Goja o'tirib chiqib, xotirjam bo'lsizlar, oqshom men yulduzlarni kuzatib baqdim. Sun Cening umri ozliq qepti, chuqum qashlinib ketdi deydi. Mush gap o'tib 20 kun qolmay haqiqatan Sun Cening o'lim xabari keldi, Jiangdong qalam qolishib ketdi. Shuning bilan Saosao xotirjam Yuanshaoni mag'lub qildi. Endi Yuanshaoni mag'lub qilgandan keyin buning 3 o'g'illari tang chekinib ketdi. Mush vaqtning o'zida Saosao qo'g'lab berib, davomli hujum qilib, to'liq yo'qotishni o'ylaydi. Endi Yuanshao o'lgan bilan yana nurg'un zimin, nurg'un qo'shini va buning o'g'illarini qildi-ku. Shuning bilan o'sha vaqtning o'zida bu yerga Goja yana chiqib, qilib o'ltirib, to'xtab tursa. Yana 3 oy saqlab baqili, 3 oygacha chuqur bu yerga Yuanshaoning 3 o'g'li o'zaro urushib, taxtalishib, bular qo'shinni ofat tushirib vayron bo'ldi. Shu vaqtida biroq shamlanishimiz bu go'yilni deydi. Diginidek 2,5 oydan keyin haqiqatan mushundaq ish yuz berdi. Saosao asalla bu yerga Yuanshaoning qoldi qo'shinlarini yo'qotdi. Yana bu yerga yemush parchalik qaraydigan bo'lsak, bu yerga Lübu Shapi baliq kirib olgan vaqtning o'zida bo'ldi hujumni to'xtatli, yomg'ir pasli yiqilib qoldi deb mana avarayni oldin kuzatib hukm qilib turdi. Haqiqatan Goja bunday qishlarga ajoyib yamanchu. Biroq qanda bu yerda Goja yoshli o'lib ketdi, 36 yoshida o'lib ketdi deyman. Yeni bu yerda Chirbi urushi boshlanishdan burunla o'lib ketdi. Shuning bilan Chirbi urushida Saosao qattiq mag'lub bo'lgandan keyin buning eng yig'lab turib aytgan so'zi Goja Gofungshan yana 10 yil hayot bo'lgan bo'lsa, men elni birlik keltira olaydim. Goja deb yig'lab ketdi. Saosaoning bunday yig'lab ketishiga sabab Goja hayot bo'lgan uning oldidagi janglarning hammasida izchil g'alaba qilib kelgan. Lübuni yo'qotishi, Yuanshaoni yo'qotishi, Yuanshuni yo'qotishi, Taochanni yo'qotishi, Liubiani yo'qotib Jingdon elishi hammasida muqarrar g'alaba qilib kelgan. Bu vaqtning o'zida Goja eng negizlik tadbirni Goja tuzib bergan. Endi bu yerga Goja o'lib ketdi. Chirbiga mag'lub bo'ldi deymiz. Shuning uchun bu yerga Goja Gofungshan 2-o'ringa tuzildi. Endi 3-o'ringa tuzilgan katta mushavir albatta Simoyi bo'lish kerak. Shunami? Endi men baya degan Goja busi Wulung buchu degan gap menimcha bekarak Simoyiga tushdi-chu. Chunki bu yerga Jugulyan bilan Gojaning bevosita ko'rishgan yoki bevosita ma o'lib kesman chiqadi degan manfaat munosabat yo'q, lekin Simoyining bor. Endi bu yerga Simoyi Goja hayot vaqtida qattiq chiqilmagan. Saosao qancha qitim adam emas, yeli og'rib qoldim, yeli o'lib qoldim deb bog'lanmagan. Endi Goja o'lib ketgandan keyin bu endi darhol Sauronga mushavir bo'ldi. Uning keyindan Chirbi qattiq mag'lub bo'lgandan keyin darhol Saosaoga o'zini oshkorlab, Saosaoga mushavir bo'ldi. Ajoyib qayri ilgatilka. Bütün ömürde şunun olan bu o'ziga ishonmagan pasibani Saosaoni o'ltirib atdi. Yani o'ziltamaydi ham Saosao o'lib ketib chidab turdi. Saopi o'lib ketdi, Sauri o'lib ketdi, 3 jamat 3 qatlam o'lib ketdi. Eng ashaddiy dushmani Jugulyan o'lib ketdi. Ma'dash yelin o'lmay sog' salomat saqlab turdi. Handalik mushavirlar ittifoqi deymiz yoki yangi ushpachalikda bu Simoyining aql parasti buning danishmanligini ko'p ko'rdinglar, shundami? Buni bek ortiq maqtashning hojati yo'q. Endi bu yerda askartib qo'yishdi birsi
Simayininki yüz yürüşü, bunun pasbanıga çatqıllık qilishi hergizmi o'zining eng dastlab o'tirib chiqqan vaqtidan boshlanmagan. Ya'ni bu eng dastlab asli Jugoliyanga o'xshash, Jouyga o'xshash, Lusuga o'xshash, Pangtonga o'xshash bir to'k yaratishni o'ylagan. Biroq Sao buningga ishonmadi. Buni chakka qaqdi, bak aqlliq bak yomon go'yka, bu boshqa o'g'limligidek unisiga men qiyirib qoldim dedim. Saopi texmi ehtiyotchanlik qildi. Endi mush vaqtning o'zida navodi Simayi ash Jugoliyanglarga o'xshash, Lusularga o'xshash e'tiborlanib ishlatgan bo'lsa, unda qilmaydi hergiz. Endi seninki dadang mashta qilsa, sen mashta qilsang, balang mashta qilsa go'yla, chatga qilib meni ishvoz chaqarsang, ish tugani ishtirib ayda bassang, o'tchiq keldi-da buning mushnami? Shuning bilan turib peqib, oxir bo'lmabdi deb chidmay yüz yürüydü. Mavi birinci eniq qıvaldıgan nokta. İkinci eniq qıvaldıgan nokta şu ki bütün üç parçalıqni simayi birliki keltügen emas. Nurgun malılar hazırgıcı muşundaq deydi, hazırgıcı muşundaq piyonun qılıdı. Simayi yamanı. Nimil degemler ahırın üç parçalıqni simayi birlik keltügeydi. Simayi üç parçalıqni birliki keltügen emas. Üç parçalık haqida senin kaynim tuluq anlap beqinlar. Hatta bu Vey xanını Sao-Sao'ninki ma qurgan Vey xanını ilki ağan emas. Bunu qıgay nima? Ayni vaqtda Dungjo Xan Xaqanni bosh qo'ygandek, ayni vaqtda Sao Xanshandini bosh qo'ygandek faqatla Vey xonini, ya'ni kichik Xaqanni o'tirib chiqib shuning kaynida ashlan o'xshash tizginiga oldi. Xuddi Sao Xanshandini kontrol qilgandek, buni Vey xon kontrol qildi, lekin to'liq ilki ommadiy jumla, yenila Sao jamoatining kuchli Bırakla bulan yo'qdanmaydi. Simayining qig'ashi faqatla o'z vaqtidagi Dungjo Xanshandini bosh qo'ygandek oshindaq holatga kelgan. Tushuninglarmi? Biroq ve yenila asosiy kuch Sao jamoatining qo'lida, lekin endi aql parasatda bu Simayiga yetmaydi. Simayi o'lib ketib, Sima jog' kelgandan keyin aning keyindan Veyni rasmiy ojizlashtirib 90% ilkiga oladi bular. Uning keyindan shuni, ya'ni Adu mag'lub bo'ladi. Simajaoning o'g'li, ya'ni Simayining navrisi kelganda aning keyindan Jangdongni elib, aning keyindan elbirlik keldi. Hergiz Simayi elni birlik keltirgan ham ma gap ini xud tutib qolsin. Navad Simayi ash vaqtingizda elni birlik keltirgan bo'lsa, hamma jihatdan muqarrar Simayini birinchi o'ringa tizikdi, lekin bundaq bo'lmagan ma gapni qayta deb ketdim. Aniq insonlar tutib olinglar. Undasa yuqorqi uchaylan Evliya sifat danışman mushavirlar. Endi ikkinchi saptikilar bo'lsa, darajadan tashqari danışmanlar qatori. Endi vaqt pek uzrab ketdi. Buni keyingi sonda so'zlab berma. Yoqtirgan do'stlar meni guvanji qilib, dengizdan haqsiz yurakni biringlar, dengizdan bir 2000 dan oshsin. Pingunchiga anglag'inglar bo'lsa, o'shan tingda fizik qo'yinglar. Navodi bek jiq bo'lmay qolsa, keyingi mazmunni oxirini yo'llamayman bo'ldi, anglag'ingiz yo'q ekan deblar. Japata atib yo'llab shumay. Bulamdi? Rahmat.